Assalomu alaykum. Siz Telegramda reklama yoqmoqchisiz, lekin qayerdan boshlashni bilmayapsiz. Yoki Telegram Ads bo'yicha tajribali mutaxassis qidiryapsiz. Agar taxminim to'g'ri bo'lsa, tabriklayman, siz to'g'ri joydasiz. Video davomida siz bilan quyidagilar haqida gaplashamiz. Telegramda reklama yoqish uchun qancha pul kerak? Ton kabinet yaxshimi yoki yevro kabinetmi? Telegramda necha xil maqsadda reklama yoqish mumkin? Ton kabinet va yevro kabinetni farqlari haqida gaplashamiz. Qani unda boshladik. Telegramda reklama yoqish uchun qancha pul kerak? Minimum $60 dan €635 gacha. $60 reklama bilan €635 reklamani qanday farqi bor? Gap reklamada emas, siz qaysi reklama platformasida yoqishingizda. Telegramda reklama yoqish uchun asosan mana shu ikki xil reklama kabinetidan foydalaniladi. Birinchisi bu ton kabinet, ikkinchisi bu yevro kabinet. Ton kabinet bu Telegramni rasmiy kriptovalyutasi bilan ishlaydigan kabinet hisoblanadi. Ton bu xuddi dollarga o'xshab ko'tarilib tushib turadigan valyuta. Hozirgi kunda bitta ton narxi o'rtacha $3 tashkil qilyapti. Ton kabinet ochish uchun sizda minimum 20 ta ton bo'lishi kerak. 20 ta tonni $3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, $60 sizdan agar siz birinchi marta ton kabinet ochib turgan bo'lsangiz talab qilinar ekan. Yevro kabinet ochish uchun minimum €500 depozit kerak bo'ladi. Unda nima uchun bundan oldinroq €635 deb aytdim? Sababi yevro kabinet ochish uchun sizda €500 depozit, 20% resellerlar uchun to'lov, 5% tranzaksiya uchun kerak bo'ladi. Umumiy hisobda sizga yevro kabinet ochish €635 ga tushadi. Afsuski, o'zingiz resellerlarsiz hozirgi kunda yevro kabinet ocha olmaysiz. Endi ton va yevro kabinet farqlari haqida gaplashamiz. Ton kabinetda 3 xil maqsadda reklama yoqish mumkin. Bular qidiruv, botlar va Telegram kanallar. Qidiruvga yoqqaningizda ton kabinetda ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Mana bu joyga 10 tadan iborat kalit so'z yoziladi. Misol tariqasida o'zimning kanalimda reklamasini yozganman. Misol uchun, qaysidir Telegram foydalanuvchisi Telegramda poisk yozadigan joyiga Telegram reklama deb yozsa, Telegram birinchi bo'lib meni kanalimda reklama sifatida eng tepaga ko'rsatib reklama qilib beradi. Mana bu joyga 10 tadan iborat kalit so'z yozilishi kerak. Bu SEO reklama deb aytiladi. Ikkinchisi bu botlarda ko'rinadigan reklama. Misol uchun bu joyda ham o'zimning kanalimda namuna sifatida yozganman. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Uchinchisi eng mashhuri kanallarda eng pastida yoki o'rtasida ko'rinadigan mana shunaqa reklama. Mana bu joyga video yoki rasm va pastiga 160 belgidan iborat matn va eng pastiga o'sha kanalingiz yoki botingiz yoki adminingiz Telegram username'ini, ya'ni o'sha kanal linkini
yozsangiz mana shu joyga yoziladi. Ton kabinetda mana shu 3 xil maqsadda reklama yoqish imkoniyati bor. Ton kabinetni narxlari haqida gaplashadigan bo'lsak, uchala maqsadga ham eng minimum 0,1 tondan boshlab reklama yoqish mumkin. E'tibor bering, bu yerda eng minimum CPM narxlar ko'rsatilgan. CPM bu reklamangizni 1000 ta odam ko'rishi uchun to'lanadigan summa. Bu degani bitta ton bilan siz 10,000 ta odamga reklamangizni ko'rsatish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni $3 bilan siz 10,000 ta odamga reklamangizni ko'rsatasiz. Endi ton kabinet qanaqa ko'rinishda bo'lishini hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Mana shu siz ko'rib turgan oyna ton kabinetni ko'rinishi. Bundan oldin aytganimdek, 3 xil maqsadda mana reklama yoqish imkoniyati bor ton kabinetda. Misol uchun, hozir SEO reklamani ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu joyga reklamamizni nomini yozib qo'yamiz. Misol uchun, SEO reklama deb. Bu joyga qaysi kanalda reklama qilib turgan bo'lsak, o'shaning linkini joylaymiz va eng minimum CPM'ni shunchaki namuna uchun tanlaymiz. Hozir menda budjetimda hech qanaqa ton yo'q. Va mana shu reklamamiz uchun biz qancha ton sarflamoqchimiz, shuni yozamiz. Misol uchun 2 ta ton va mana bu joyda bizni reklamamizni bitta odam bir kunda qanchagacha ko'rish mumkin bo'lsa, o'shani belgilab qo'yamiz. Misol uchun 4 kun bo'lishi mumkin va reklamamiz modernizatsiyadan o'tsa, o'zi avtomatik aktiv bo'lib ketishi uchun aktiv knopkasini tanlab qo'yamiz va bu joyga kalit so'zlarni 10 tagacha bo'lgan kalit so'zlarni yozamiz. Misol uchun targetolog deb yozamiz. Targetolog. Mana, misol uchun targetolog so'zini yozganda birinchi bo'lib bizning reklamamiz ko'rinadi. Yoki Telegram Ads deb qo'yamiz. Mana Telegram Ads deganda ham kimdir agar Telegram Ads deb qidirsa, bizning reklamamiz birinchilardan bo'lib ko'riladi. Xo'p, keyingisi botlarda ko'rinadigan reklama. Bu sal SEO reklamadan boshqacharoq bo'ladi. Mana bu joyga 160 belgidan iborat matn yozishimiz kerak. Endi bu joyga misol uchun obuna bo'ling. Endi shunchaki sizga misol qilish uchun yozdim. Mana bu o'zi CPM narxlari belgilangan. Mana bu joyga botlarni ro'yxati bo'lsa, botlarni linkini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun hozir esimga kelgani bexato bot. Mana bexato botda bizning reklamamiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi agar bu reklamani yoqadigan bo'lsak. Va oxirgisi kanallarda chiqadigan reklama turi. Har doimgidek o'sha mana shu joyga reklama nomi, misol uchun birinchi kreativ deb qo'yamiz. Bu joyga 160 belgidan iborat matn. Misol uchun target orqali biznesingizga sifatli lidlar olib kelishga yordam beraman. Batafsil deb yozib qo'yamiz va misol uchun rasm yoki videomiz bo'lsa, bu joyga mana bunaqa qilib yuklaymiz. Mana ko'rganingizdek
reklamamiz mana shunaqa ko'rinish keladi. Mana bu knopkani bitta bosganda Telegram kanaliga olib o'tadi. Bu ton kabinetni qanaqa ishlash haqida qisqacha edi va mana bu joyga misol uchun o'zimizga kerakli kanallar ro'yxatini yozamiz. Misol uchun Kunuz, Daryo, Uz. Endi xayolim kelganlarini yozyapman. Daryo, misol uchun marketing bo'limi. Mana shu joyga 100 tagacha bo'lgan kanallar linkini yozib chiqsak bo'ladi yoki mana bu joydan bittalab tanlab chiqsak ham bo'ladi yoki bizga kerak emasini o'chirsak ham bo'ladi. Hozir misol uchun 78 ta kanalni belgilaymiz. Mana o'zi mana shunaqa qilib belgilab berdi bizga. Qisqacha ton kabinet mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu kanallar ro'yxatini belgilagandan keyin mana bu joyga ptichkani qo'yib, mana bu create ad tugmasini bossak, Telegramni ko'rib chiqishga bergan bo'lamiz. O'zi Telegram ko'rib chiqib 1 kundan 30 kungacha bo'lgan muddat ichida reklamamiz aktiv yoki qayerdadir xato bor deb bizga o'zi keladi. Qisqacha Telegram ton kabineti haqida tanishib chiqdik. Endi navbat Euro kabinetga keldi. Euro kabinetda ton kabinetga nisbatan bitta ko'proq maqsadda reklama yoqish imkoniyati bor. Ton kabinetdan farqi bu foydalanuvchilar uchun yoqiladigan reklama turi. Ton kabinetda 3 xil maqsadda reklama bo'lsa, Euro kabinetda 4 xil maqsadda reklama yoqishda imkoniyati bor. Euro kabinet qanday ko'rinishda bo'lishini hozir sizlar bilan xuddi tonga o'xshab ko'rib chiqamiz. Mana bu siz ko'rib turgan oyna Euro kabinet hisoblanadi. Bundan oldin mana bu qidiruv, botlar va kanallarni ko'rib chiqdik. Ton kabinetni ko'rinishi shunaqa edi. Endi Euro kabinetda aynan users, ya'ni foydalanuvchilar qismidagi joyini ko'rib chiqamiz. Qolgani deyarli ton kabinetiga o'xshash, lekin Euro kabinetda mana bunaqa maxsus userlar uchun reklama yoqish imkoniyati bor va ton kabinetga nisbatan bu joyda anchagina qulayliklar bor. Aynan mana shu joyini ko'rsatib o'taman. Bu joyga har doimgidek reklamamiz nomini yozib qo'yamiz. Misol uchun birinchi kreativ va bu joyga namuna sifatida matn yozamiz. 160 belgidan iborat bo'lishi shart. Undan ko'p bo'lsa qabul qilmaydi. Misol uchun biznesingizga Telegram Ads orqali sifatli letlar olib kelishga yordam beramiz. Batafsil bu joyga kanal nomini yozamiz. Va bu mana bu ko'rinish shunchaki matnlar, faqat matndan iborat bo'lgan reklama. Mana bu knopkani bosib qo'ysak, matn plus
logo bo'ladi. Endi mana bu bot orqali misol uchun qimirlaydigan emoji oladigan bo'lsak, misol qilib hozir bu joydan olamiz. Mana bu kodni olamiz va mana bunaqa qimirlaydigan emoji bo'ladi. Reklamamiz mana matn plus logo plus emoji holatiga keldi. Endi misol uchun bizda rasm yoki video bo'lsa, mana bu knopkaga bosamiz va biror bitta rasmni tanlaymiz. Misol uchun mana bu rasm. Mana reklamamiz mana shunaqa ko'rinishda paydo bo'ladi. Va pastida o'sha CPM narxini belgilasak bo'ladi. Yevrokabinetda mana shunaqa rasmli yoki videoli format bo'lsa, minimum 0.02 CPM dan boshlanadi. Bu tushunishingiz uchun so'mda 300 so'mni tashkil qiladi. Ya'ni siz 300 so'm bilan 1000 ta odamga mana shu reklamangizni ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu joyga o'sha kunlik emas, mana shu reklamamiz uchun qancha budjet ajratmoqchiligimizni yozamiz. Misol uchun 2 euro va mana bu joyga o'sha 1 martami, 2 martami, necha marta mana shu reklamamizni bitta foydalanuvchi ko'rishini belgilaymiz. Misol uchun 4. Va eng qiziq joyi mana bu joylarda boshlanadi. Bu mana shu ko'rinishi, bu xuddi postga o'xshab ko'rinadigan reklama turi. Va Yevrokabinetda shunaqa bitta funksiya qo'shilgan, bannerli video. Bu nima degani desa, misol uchun siz Telegramda video ko'rib o'tirgan paytingizda sizga bu pop-up deydimi, mana shunaqa reklama ko'rinishida ko'rinadi. 6 sekundmi adashmasam, siz mana bu joyda vaqt bo'ladi. Agar siz ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak mana shunaqa reklamaga, bu o'sha video ko'rib turganingizda chiqadigan reklama turi hisoblanadi. Va yana bitta qiziq tarafi, bu joyda misol uchun targetni yoqadigan davlatingizni belgilasangiz bo'ladi. Misol uchun O'zbekiston belgilasak va yana bitta qiziq tomoni, bu joydan misol uchun viloyatlarni belgilashingiz mumkin. Misol qilib oladigan bo'lsak, Farg'ona chiqmadi, lekin aslida bor. Toshkent, mana Toshkent. yoki Samarqand, mana Samarqand. Xuddi metaga o'xshab geolokatsiya orqali reklamangizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Keyin o'sha target user language deb qo'ygan adashmasam. Ya'ni bu joyda misol uchun Telegramda hamma har xil interfeysini, misol uchun nastroykadan kimdirlar o'zbekcha ishlatadi, kimdirlar inglizcha, kimdirlar ruscha va hokazo. Mana shular qaysi biri ko'rinsin deb bu joydan belgilasangiz, aynan shunaqalarga reklamangiz ko'rinishi ehtimoli bor. Va mana bu joyda interes tanlasangiz bo'ladi. Aynan qanaqa qiziqishi bor odamlarga reklamangiz ko'rinishini belgilasangiz bo'ladi. Misol uchun kitoblarga qiziqadiganlar bo'lsa, mana buni bossangiz, sizga aynan kitoblarga qiziqadigan auditoriyaga reklamangizni ko'rsatishga yordam beradi. Sizda savol tug'ilishi mumkin, qayerdan biladi Telegram aynan kitobga qiziqadiganlar desa. Misol uchun men kitobga oid qanaqadir Telegram kanallarga obuna bo'lgan bo'lsam, o'sha obunalarga, o'sha obuna bo'lgan barcha foydalanuvchilarga sizni reklamangizni ko'rsatadi. Va yana pastida misol uchun kanallarni belgilasangiz bo'ladi. Bu joyda misol uchun marketing
bo'limi kanalini tanlasam, marketing bo'limi kanalini obunachilariga meni reklamamni ko'rsatadi. O'sha bu joyga misol uchun 100 tagacha bo'lgan kanallar ro'yxatini yozib to'ldirib chiqsangiz bo'ladi. Faqat u kanallar linki ochiq bo'lishi kerak va 1000 tadan ortiq obunachisi bo'lishi kerak. Va mana bu joyda misol uchun qaysi qurilmani, qanaqa qurilma ishlatadiganlarga reklamangizni ko'rsatish imkoniyati bor. Android dan foydalanadiganmi yoki iPhone iOS dan foydalanadiganmi yoki hamma device'larni belgilab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu joyda nimaga qiziqmaydiganlar, misol uchun mana shu narsaga qiziqmaydiganlarga ko'rsatmagin degan ma'noda belgilasangiz bo'ladi va bu joyda qaysi kanallarda reklamangiz chiqmasligini ham belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Va mana bu ptichkani bosib, mana bu create ad tugmasini bossangiz, reklamangiz modernizatsiyaga o'tadi. Endi eng qiziq joyga keldik. Mana bu kanal bilan mana bu userda nima farqi bor desa, deyishingiz mumkin. Kanal belgilaganingizda mana misol uchun O'zbekistondagi mana shu qiziqadiganlar bitta intereslarini tanlasangiz bo'ladi. Bu joyda kanallarni tanlasangiz bo'ladi. Mana misol uchun kanal tanlaganda shart emas qaysi til yozishingiz, o'shaning uchun shunaqa qizil chiqdi. Xo'p, mana bu Telegram marketing bo'lim kanalini tanlaganimizda aynan mana shu kanalda bizda reklamamiz chiqaradi. Bunisida bu kanalni belgilaganimizda mana shu kanalni obunachilari boshqa kanalga kirsa ham aynan marketing bo'limiga obuna bo'lgani uchun bizning kanalimiz uni xuddi retargetingga o'xshab orqasidan quvlab, misol uchun bizning kanalimizni ko'rsatadi. Bu bilan buni farqi shundaki, mana bu joyda kanalni belgilasangiz, faqat shu kanalda o'zida chiqadi. User qilib tanlasangiz, misol uchun mana shu marketing bo'limiga obuna bo'lgan barcha obunachilarga mana shu kanalingizni ko'rsatishga harakat qiladi. Euro kabinetda yana boshqacha xususiyati shuki, mana bu joyga misol uchun biz Telegram link uladik-ku, mana shu linkdan tashqari siz qanaqadir veb-saytingiz bo'lsa yoki qanaqadir marketplace'lar bo'lsa, o'sha boshqa, ya'ni Telegramdan boshqa tashqi linklar uchun ham reklamangizni yoqsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu reklamani bosganda aynan Telegram kanalni yoki Telegramni o'zini ichiga emas, tashqi linklarga ham olib kirib ketsa bo'ladi. Euro kabinetni qo'shimcha plyus taraflari shu va yana ko'plab plyuslari bor. Video cho'zilib ketmasligi uchun qisqacha eng ko'p foydalanadigan joylarini sizga ko'rsatdim. Ton kabinet bilan Euro kabinetni ko'rib chiqdik qisqacha. Yana qisqacha tanishtirib o'taman. Ton kabinetni nimalar qilsa bo'ladi, Euro kabinetda nimalar qilsa bo'ladi. Ton kabinetda video, rasm, matn, logo plus logo emoji orqali reklama yoqsa bo'ladi. 1000 tadan ortiq obunachisi bor 100 tagacha bo'lgan Telegram kanalini reklama yoqish imkoniyati bor va global qidiruv deb yozib qo'ydim. SEO reklama yoqsa bo'ladi va botga reklama yoqsa bo'ladi. Minus taraflaridan trafikni, ya'ni siz reklamangizni ko'rgan odam
faqat Telegram kanalingizga, Telegram botingizga yoki admin profiliga yo'naltirsa bo'ladi. Bu Tom kabinet haqida gap ketyapti. Va yana bitta minuslaridan reklama tasdiqlanishiga bir kundan bir oygacha bo'lgan vaqt mobaynida reklamangiz aktiv bo'lishi mumkin. Endi Euro kabinet haqida gaplashamiz. Euro kabinet ham video, rasm, matn va hokazolar orqali reklama yoqish imkoniyati bor. Bunda ham 1000 dan ortiq obunachisi bor Telegram kanallar belgilaysiz va global qidiruv SEO reklama. O'sha tushuntirib o'tganimdek, kanal foydalanuvchilari uchun yoqiladigan reklama. Undan tashqari, Euro kabinetda trafikni boshqa linklarga yo'naltirishni imkoniyati. Agar sizda veb-saytingiz bo'lsa, piksel ulab saytdagi harakatlarini kuzatish imkoniyati va auditoriyani qiziqishlariga qarab target yoqsa bo'ladi. Keyin yana bitta qulayligi geolokatsiya. Misol uchun Toshkent shahridagilarni o'ziga yoki Samarqandliklar va hokazolar yoqsa bo'ladi. Va yana bitta sizga aytish esimdan chiqqan narsa, kontakt bazangiz bo'lsa, o'sha kontakt bazangizni Euro kabinetga yuklab turib, aynan o'sha kontakt bazaga ham reklamangizni yoqish imkoniyati bor. O'sha yana aytib o'tganimdek, video ko'rib turgan obunachilarga ham ko'rinadigan reklama turini ham aytib o'tdim. Mana shunaqa reklama turini ham yoqsa bo'ladi. Keyin Telegram o'sha foydalanuvchilar qurilmalari, misol uchun Android yoki iPhone va hokazo notebook, aynan qaysidir bitta devicelarga yoqish imkoniyati bor. Va eng asosiylaridan yana bitta narsasi, reklamangizni aktiv bo'lish vaqti 3 kungacha vaqt oladi. 3 kundan oshib ketmaydi. Bu qisqacha Tom kabinet va Euro kabinetni plus minuslari haqida gaplashdik. Agar siz videoni shu qismigacha ko'rgan bo'lsangiz, taxmin qilib ayta olamanki, siz Telegram Ads'da reklama yoqmoqchisiz. Keling, sizga hozir ishlagan loyihalarim haqida ko'rsataman. Mana bu Zarmet universiteti bilan ishlagan rezultatlarimiz. Agar siz ham misol uchun mana shunaqa reklamalar qilish xohlasangiz, mana bu Qalampirda, Daryoda, Telegram yulduzlari, kun.uzda kanallarida va mana bu Anor maktabini bugun degan Telegram kanalida, Umidjon aka Ishmuhammedov kanallarida, Daryo kanali, misol uchun mana SEO reklama deb aytdim, 2025 qabul deb yozganda mana birinchilardan bo'lib chiqqan reklama turimiz. Bu o'zimni kanalimga yoqilgan reklamalar, Subyektivda chiqqan, Kunuzda, bankirlarga ish, militsiya. Bu endi o'zimda o'sha arxivimda bor skrinshotlarni ko'rib bu joyga joylab chiqdim. Mana Umidjon akani kanalida, misol uchun Telegram Ads bo'yicha Umidjon aka ham ishlaydilar. Mana shu kanalda ham reklamam chiqqan. Ya'ni Telegram Ads'da shunaqa zo'r imkoniyat borki, misol uchun siz o'zingizni raqobatchingizni kanalida ham reklamangizni chiqarsangiz bo'ladi. Buning imkoniyati bor. Bunga misol mana ko'rib turibsiz. Sizga ajoyib bitta taklifim bor. Shu kungacha taxminan 12.635 yevroga faqat Euro kabinetda o'zidagi raqamlarni yozganman bu joyga. Budjet boshqarganman. Telegram Ads bo'yicha sizga bepul konsultatsiya taklif qilmoqchiman. Agar siz bepul
sizga bepul konsultatsiyam qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni pastidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Men sizga bog'lanib, xudo xolasa Telegram Ads bo'yicha qanaqa qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, qo'limdan kelganicha yordam berishga harakat qilaman. Albatta, sizga qiziq bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Sog' bo'ling, omon bo'ling.